Chevrolet Lacetti 2026 modeli zamonaviy dizayn va yangilangan texnologiyalar bilan avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirish uchun sahnaga qaytmoqda. Bu model o'zining klassik ko'rinishini saqlab qolgan holda, yangi davr talablari asosida qayta ishlab chiqilgan. Agar siz ishonchli, qulay va iqtisodiy avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, Lacetti 2026 siz uchun ajoyib tanlov bo'lishi mumkin. Avvalo, avtomobilning tashqi ko'rinishiga e'tibor beramiz. Lacetti 2026 yanada agressiv va sport uslubiga ega bo'lib, old panjarasi kengaytirilgan va LED farlar bilan jihozlangan. Bu esa nafaqat chiroyli ko'rinish beradi, balki tunda haydash xavfsizligini ham oshiradi. Aerodinamik dizayn tufayli avtomobil yo'lda barqaror harakat qiladi va yonilg'i sarfi ham kamayadi. Ichki salon esa haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratish maqsadida ishlab chiqilgan. Yumshoq materiallar, zamonaviy multimedia tizimi va katta sensorli ekran bilan jihozlangan. Apple CarPlay va Android Auto kabi funksiyalar mavjud bo'lib, bu sizga telefoningizni avtomobil bilan oson ulash imkonini beradi. Shuningdek, konditsioner tizimi va keng o'rindiqlar uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Dvigatel masalasiga kelsak, Lacetti 2026 bir nechta variantlarda taqdim etilishi mumkin. Eng mashhur variantlardan biri 1.5 yoki 1.6 litrli benzin dvigatel bo'lib, u kuch va iqtisodiylik o'rtasida yaxshi muvozanatni ta'minlaydi. Ba'zi bozorlarda esa turbo dvigatel varianti ham taklif qilinishi kutilmoqda. Bu esa yanada tezkor va dinamik haydashni xohlaydiganlar uchun juda mos. Xavfsizlik ham bu modelda e'tibordan chetda qolmagan. ABS, havo yostiqchalari va stabilizatsiya tizimi kabi zamonaviy xavfsizlik funksiyalari mavjud. Bundan tashqari, orqa kamera va parktronik tizimlar haydovchiga mashinani oson boshqarishda yordam beradi. Narx jihatidan Lacetti 2026 o'rta sinf avtomobillar qatoriga kiradi. Bu esa uni keng omma uchun hamyonbop qiladi. Ayniqsa Chevrolet brendining ishonchliligi va ehtiyot